Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün Bukhari'ninki şu taharet münasebetlik mezmunlar hakkında toxtalyapmiz. Bugünkü babda sözlemekçi bolğan ders nəhayət iğir aylanıp ketken adamga nisbeten taharet bilish vacib deb qarash haqqidagi mezmun haqida toxtalyapmiz. Bu yerdagi g'ash degan iborat aylanib ketish yoki hushidan ketish degandek iboralar bilan ishlatilgan. Hamda g'ashi iborati, ig'ma iborati ikkalasi o'xshash ma'no bildirdi. Ammo g'ashi iboratida odamning shu to'li masalan ko'p turib ya o'rib turib charchab ketganlikdan aylanib ketgan bo'lsa, ya'ni aqli aylanib ketish deymiz. Bu g'ashi iborat ishlatilgan. Ig'ma iborati kelsak bu shu qalbmi aylangan, faqat hech nima sezmagan. Undaqda ig'ma iborati g'ashi iborati qaragan vaqtida bakrak ig'roq bo'ladi hamda. Undaqda Imom Buxoriyninki bu babni keltirishida, ya'ni ig'ir darajada aylanish yuz bergan bo'lsa, aylanib ketish. Undaqda bu odam taharat qilish kerak degan qarashni yoqlamoqchi. Biz bu babninki mazmunini texmi gavdalik holatda biz bab hadisning o'zidan ko'raylik. Bu 184-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ismoil hadisini so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriyning ustozi Ismoil ibn Abi Uvays nomi bilan mashhur. Bu odam deydi, "Menga Malik hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu Imom Malik rahmatullohi alayhi shu. Bu kishi Hisham ibn Urvadan, Hisham ibn Urva ibn Zubayrninki balisi. Yani Abdullah ibn Zubayrning jiyani Zubayr ibn Avvomning nevrisi bo'ladi. Tarjimali boshda o'tgan. Bu zot o'zining ayoli Fatima xonimdan rivoyat qilibdi bu hadisni. Bularning asosan hammasini tarjimali o'tgan. Bu Fatima kim o deganda, bu Zubayr ibn Avvomning yana bir Munzir deydigan bir o'g'li bor. Mana bu Munzirning qizi bo'ladi. Undaqda bular bir nevr tuqqanlarni bir-biriga chatgan. Bu ayol o'zining cho'nisi Esmadan hadis rivoyat qilyapti. Esma kim o? Ayşe onamizningki ochisi, Abdullah ibn Zubayrning onasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib mangan vaqtida tomoq to'shib qilgan ayol bu. Jangovar, ulug', qo'rqmas, botir ayollardan. Shunashqa bu zatun nitaqayn ikki belvog'ninki egisi degan, bir belvog'da belini bog'lab, bir belvog'da tomoq to'shigan. Bu ayol deydi-da, Payg'ambarimizningki ayoli Ayşe'ning huzuriga kelgan edim deydi. Yani o'zining singlisini yo'qlab kelibdi bu ayol. Shu vaqtida quyosh tutilgan. Bu astronomik holatda bir quyoshning, oyning bir tutilgan bosqichlari, mezgillar bo'ladi. Shu paytlarda kelgan edim deydi. Kishilarning hammasi o'rtirib namoz o'qitibdi. Ayşem o'rtirib namoz o'qitibdi. Men dedim ki, bu xalqlarga nima bo'lganda? Desem, qo'li bilan osmon tarafga ishorat qildi. Yani osmon qara, osh qara deb. Chunki quyoshninki yerimlam yo'qda tutilgan ekan. Hem Ayşe onamiz subhanalloh deb aytibdi. Yani bu bir namozlik vaqtida subhanalloh deb boshqalarning diqqatiga tanbih berish sözü bu. Ben dedim, mo'jiza desem, Ayşem, benim singlim deb ishorat qildi. Men tutdim deydi. Hatta meni bir o'ylanib ketib, men o'zimning beshimga suv qo'yishga boshladim. Demak, bu yerdagi o'ylanib ketish bak ig'ir bo'lmasa kerak. Ig'ir bo'lmag'achqa o'zi aylanib ketganligini his qilib suv quyarligidek darajada azroq jamba. Aqlni, qalbning his, tuyg'u idroklarini yo'qotgudek holatda emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozdan qaytganda Allohga hamd va sano aytib dediki, har qanday bir narsalarni ko'rmoqchi bo'lgan har qanday narsalarni men mush o'rnimda, joyimda men hozir ko'rib bo'ldim. Davzaq jannatdan tatib ko'rdim. Bu payg'ambarimizning hamda payg'ambarlik maqomining ustunligi, yuksakligi. Payg'ambarimiz
hiçbir insanga o'xshamaydi. G'aybiy dunyoni ko'ralaydi, Alloh ko'z tutdi. Bana hazır vahiy qilindi, bana hazır vahiy tushdi deydi. Sizlar qabrda fitnaga silinsizlar dedi. Bu yerdagi fitna ya'ni so'roq tortilisizlar demakchi. Ya'ni fitnatu dajjalga o'xshash, yoki shunga yaqinroq shaklda. Yani Dajjal mo'yta so'roq savol qilib, sizlarga bir ozdirish imtihon qilgan o'xshash, qabrdimi ashtaq bir holatda ona bo'ladi. Men ravi deydi, uning qaysi ekanligini bilamadim deydi. Oxirdagi so'zi gangrab qolgan. Yani o'xshatishni Dajjalning fitnasiga o'xshatganmi yoki boshqasimi demoqchi. Asma yani shundoq deydi, sizlarning biringlar qabrda keltirilindi deydi. Shuning bilan ma adamni bilamsa, qanchalik bilsa, tonishing qandaroq ma adamga qarta deb savol qo'yilgan vaqtida mu'min yoki o'zing qalbi kuchlik, haqiqiy Allohga ishongan odam bo'lsa, bu yerda ravi yana Asma mu'min dedimi yoki muqin dedimi buni tez bilanmadim deydi. Lekin shundoq ishonchlik qalbi imonga to'lgan, to'lib toshgan odam bo'lsa, u Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir dedi. Demak, payg'ambarimizningki holati kishiga ko'rsatildi ekanda qabrdagi vaqtida. Biz javob berdik ekanmiz. Shundan bu odam yani javob berib mu'min odam bo'lsa, bizga dalil, isbot, Qur'on hujjatlarni ilib kelgan, biz ovozga javob berib, yani ma'qul bo'lib, iymon etgan, yo'liga, sunnatiga ergashgan deydi. Mu'min odam bo'lsa. Shundan bu odamga yaxshi uxlang deb rohat tuyg'usi beriladi-da. Biz bilatdik. Haqiqatan siz mu'min edingiz. Biz bilatdik, faqat sinab baqdik demakchi. Amma munofiq, gumonxo'r, mana shak qilgan, shubhilangan odamni bo'lib qolsa, Rasulullohning payg'ambarligidan shubhilangan, ikki yuzlimchi degandek odamni bo'lib qolsa, yoki murtab dedimi, yo munofiq dedimi, buni bilamadim deydi Asma. Asma yana shundoq deydi. Undaq munofiqlar bilmayman deydi ekanda. Payg'ambar kishilar ashta bir gaplarni deyishyapti ekan. Men mi ashta degan edim deb mushtaq javob berdi dedi. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyomatninki dastlabki qadamlari bo'lgan, makon joylar bo'lgan, qabrdagi bir qism fitnalar, so'roq, savollar, ixtibor, imtihonlarning tafsilotini bu yerda tanishtirib o'tadi. Endi bizga bu hadisga muhim bo'lgan nuqta nima deganda, Asma radhiyallohu anhaniki yengil bir oylinib ketib, o'zining beshiga suv quyib qiyganligi aks etgan. Bundan hamda bu tarat iling degan so'z yak namozni qayta o'qing deb iyoda qilish buyruq berilmaganda, shunlashqa o'z bilaligidek, tuyoligidek holat oylinib ketgan bo'lsa tarat sunmaydi. Agar ig'ir bo'lib qolsa tarat sundu degan qarashni yaqlamoqchi bo'layotdi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu hadisniki oyog'idagi mazmunga eskartib, men vatanda bo'lgan bunda bir voqeani eskartib o'tay. Vatanda bir odam o'lib ketishning oldida, masalan, vasiyat qoldiradigan odamlar bo'ladi, tahlil o'qiydigan odamlar bo'ladi, masalan, ayollar buyumdan yig'ib yoki akish bo'lsin, molla ulamolar va qizlarni yig'ib tahlil o'qidik deydi. Yani la ilaha illalloh va qiza subhanallohni o'qib, hamda ishni tahlisini o'qib tayyor qilib qo'ydimda. O hamda Xudoning oldiga pok berishning bir ifodalari hamda bu. Lekin ba'zi tahlilni o'qib, buni varaqliga yezib, buni chiroyli bunda xatchak o'xshash yo'gab buni o'ylab ketgan vaqtida o'ylakninki kepellikka sep qo'ydigan bir avval bor. Buningda masalan nimalar yozilgan desa, "Men Rabbuk", Parvardigoring kim o? Mademni tonumsa degandek ayta iymon, alt iymon masalanchi. Ashunga o'xshash nihoyat muhim savollar bor. Shu savollarning javobidan tortib yozilgan bo'ladi. Buni ashadamning kepiniga sep qo'ydi.
o'lib ketganda yalikiga billa qo'yib qo'ydi. Bu nima degan vaqtida bularniki qarishida qiyomatda mushu farishtalar savol so'rab qolsa qabrda mushu varaq qarab javob berdi yoki mushu varaq javob isbot dalil isbot bo'ladi deydigan qarash bor ekan. 2003-yili mening bir cho'g'anim 2002-yilimi 3-yilimi mening bir cho'g'anim o'lib ketgan. Men yuydigan ishlarga ba'zi ishlarga men bir narsa ekirib berib sirtib turib yordam qilgan. Men o'zim kichikdim bu vaqtda. Qarsam bir hammam bir tal bir yo'g'im qog'ozni chiqibdi. Mani ekirib deydi-da. Buni qanday qilamiz desam, nima bu desam, bu ta'lis dedi. Nima gap bor buni desam, bu echirpazganligini ekirib dedi. Shunda ichiblar men o'qisam buningda ayta Parvardigoring kim, Alloh, payg'ambaring kim degandek ayta savol javobli bor ekan. Men uni iliblam bu bid'at ish, buni bundan qilsak bo'lmaydi. İmanı bo'lsa, imonning o'zi javob berdi. Agar imoni kam tuqlab qolsa, Alloh saqlasin. Buningga buningga Qur'on bilan birga ko'mak qo'ysang bu tez deb. Darhol shu qish mezgilida birinchi oy, ikkinchi oy men o'tqa silvatgan shu. O'tqa silvatsam yig'lab, menga eslab mushtaq nurg'un buyumlarni yig'ib ekilib, biz mushtaq qildigan tahlilni sen o'tqa silvatda deb. Sen eng muhimi imonga duo qil. Sen eng muhim nuqta sen duo qilsa hozir. Xayr ihson qilsa, sendan boradigan yaxshi amal mushu. Bu bid'at bir ishni qo'llab bu avatsang, hargiz sen savob bo'lmaydi. Deb men tunji qatim men shu avolni uqqan, bilgan. Demak bu Uyg'urlarda umumiy bir umumlashgan bir avol ekan. Bugungi darsimiz musharik bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.